Yaxshimisilar? Altın Naqshlar sayfasının 4-chi sonida Naqshi bo'lib yashayiningda degan naqshini huzuringizga sundim. Bu naqshining oldingi ikki misrasi asla meni kuylar chig'ingda naqshi bo'lib yashayiningda. Bu Rus shoiri Sergey Yesninning teksti. Men bu ikki misrani xuddi bir butun naqshidek his qildim. Shuning bilan ataqli shoir Muhammadjon Rashid ustozga mush ikki misrani davomlashtirib bir naqsh tekst yozib berishni iltimos qildim. Muhammadjon necha kun ichida bu tekstni tayyorlab bergandan keyin anda bunga ahang ishladim. 2002-yili bu ahang bitdi. Oldi bilan tekstni deklamasiya qilaman. Asla meni kuylar chig'ingda naqshi bo'lib yashay yiningda. Jisming qabul eylisa agar so'ygu bo'lib aqay qiningda. Ansirayman asqi olmasang, asliganda xatla salmasang. Shu emasmi sadoqat degan el so'rasa mendin tanmasang. Asla meni kuylar chig'ingda naqshi bo'lib yashay yiningda. Kunda didar nesib bo'lmasa ömür bo'yi yashay dilingda. Balkim oldingi bosqichdagi naqshlarning tahlil qilinish jarayonlarini to'liq ko'rib kelayotganlar balkim bu tekstning deklamasiyasini anglagandan keyin men doim deyotgandek bu tekstning ohangi mushu deklamasiya qilgandagi intonatsiyaning har bir so'zning ohangning tutashmasidan paydo bo'lganligini his qilib olish mumkin. Masalan, asla meni kuylar chig'ingda naqshi bo'lib yashay yiningda. Asla meni kuylar chig'ingda naqshi bo'lib yashay yiningda. Jisming qabul eylisa agar so'ygu bo'lib aqay qiningda. Bunun ahangi jisming qabul eylisa agar so'ygu bo'lib aqay qiningda. Deklamasiya qilgandagi ahangni azroqli gullandirsak, ama shu tekstning ahangi bo'lib qoladi. İkinci kupleti yana ansirayman asqi olmasang, asliganda xatla salmasang. Ansirayman asqi olmasang, asliganda xatla salmasang. Shu emasmi sadoqat degan el sorsa menden tanmasa. Şu emasmi sadoqat degan el sorsa menden tanmasa. Üçüncü kupleti yana asla meni kuylar chig'ingda naqshi bo'lib yashay yiningda. Bu yana bir ta'kidlangan misra. Buningda o'xshashli yana birinchi kupletdagi ohangnimi faqat 8 gradus ko'tarib turib, avjini yana bir takrorlashdan iborat. Bu bir oddiy ijodiyat usuli. Asla meni kuylar chig'ingda naqshi bo'lib yashay yiningda. Yana akunda didar nesib bo'lmasa ömür bo'yi yashay dilingda. Bu naqshida eng nozik hissiyat berilgan misra mushu kunda didar nesib bo'lmasa ömür bo'yi yashay dilingda. Mishada akunda didar nesib bo'lmasa nati yumshoq ehtiyot bilan bu hissiyatni olamiz. Ana kendan bu naqshining har bir 3-chi misradagi ahangni to'liqlash uchun ay degan so'z bilan mishadagi bir ahangni to'liqlashni talab qilyotdi. Demak, bir naqshining o'zida har bir so'zlarning ohangiga diqqat qilishimiz kerak. Demak,
Her qandaq bir tekstning ahangı, aşu tekstdeki her bir dana sözning ahangının ulanmalarından, qo'shilmasidan iborat. Endi biz yana bir diqqat qilgan taraf ritm. Tekstdeki her bir sözning talaffuz qilinayotgandagi ritm shakli yani. Masalan, asla meni kuylar chig'ingda. Buningda asla meni ta 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 kuylar chig'ingda ta 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 ha ta 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 so'zning yana mushu ritm shaklining o'zi agar bir xil udarliq ahanglar bo'lsa, mushu bir udarliq ahanglarning o'zida masalan yana bir udarliq olmishadigan bo'lmagan ahvolda birinchi misraning tekstidagi ritm shaklining o'zi mushu bir ahangning to'liq ritm shakli bo'ladi. Ritm degan o'zi cho'ng bir hodisa. Bizning evatgan har bir nafas, yurak so'qishimiz, mengayotgandagi har bir olgan qadam ritmi, uningdan boshqa cho'ng jihatni aytganda, tabiat, insoniyat hammasi ritmga to'lgan bo'ldi. Endi biz so'zning ritmiga qaytib kelsak, bir muzikantning mundaq bir so'zi bor. Eng tipik bo'lgan bir misol o'zining iqtidorining, qobiliyatining qandoq yetilganligini, shuncha ko'p ahanglarni qandoq o'rganganligini, o'ziga singdirganligini faqat mundaq ikki so'z bilan ifodalaydi. U deydi: "Anglayman, chalaman. Chalaman, anglayman." Faqat mushu ikki so'z bilan o'zining bir umrining, demak, muzika ichida o'tganligini ifodalagan. Masalan, bu so'zda nimishki buni misol qilma deganda, buningda ritm shakli nihoyat aniq. Anglayman, chalaman. Ta 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 ta. Endi buni ikki so'zni almashtirsak, o'rnini chalaman, anglayman. Ta 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 ta. Bu misolni elishimdagi maqsad har qanday so'zning ritm shaklini kichkina anqirib olsaqli bo'ldi. Endi naqshiga qaytib kelsak, demak, har qanday tekstni ahangga silishda ikki muhim nuqtaga diqqat qilishimiz kerak. Birisi tekstni deklamasiya qilgandagi intonatsiya, har bir so'zning talaffuz qilinayotgandagi ahangga. Yana birisi har bir so'zning talaffuz qilinayotgandagi ritm shakliga. Agar bizda bu ikki ufqum aniq bo'lmasa, qanday bir tekstni ahangga solgan vaqtimizda o tekstga mos kelmagan boshqa bir xil ahangni zo'rlab dedak tengib qo'ygan bo'lamiz. Yoki bu tekstga xato bir ahangni qiyos qilib olamiz. Demak, bir tekst bilan uning ahangining bir gavda ekanligini bilishimiz kerak. Tuvanda bu naqshini sizlarga o'rlab beraman. Meni kuylar chig'imda naqshi bo'lib yashayinda asla meni kuylar chig'imda naqshi bo'lib yashayinda Qubul eylise eğer sevgi bulup akay qinimden Cismin qubul eylise eğer sevgi bulup akay qinimden Ensireymen eski almısan Esligende xatlar salmısan
emasmi sadoqat degan ey el so'rsa mendan tanmisan Aşu emasmi sadoqat degan ey el so'rsa mendan tanmisan Nakşı bulup yaşayın yanında Eslemini köyler çıgıyanda Nakşı bulup yaşayın yanında O günde didar nesip olmasa Ey ömür boyu yaşay dilimde O günde didar nesip olmasa Ey ömür boyu yaşay dilimde Ömür boyu yaşay dilimde Unda olsa ahırda naqşını deni davamlıq izchil ügünüp atqanlarga yanımı davamlıq o'sha astoydilliginglarni to'xtatmay qo'g'lishib mengishinglarni umid qilaman. Yana deydiganim naqsh ügünishda oldi bilan tekstni unlik deklamasiya qilish, uni qayta deklamasiya qilib pishiqlab tekstni yodlab etish. Aning kaynidan ohangni naqshini qayta anglab quloq singdirish. Aning kaynidan uningga ergishib naqshini aytish. Ana mushu xil naqsh ügünish usulini davomliq ip mengishinglarni umid qilaman.